taajjub. Ko'z o'ngingda bo'lib turgan narsalarni ko'p ham payqamaysan kishi. Vaqtiki kelib payqaganingda ham xuddi azaldan bordek tuyuladi. Esingizda bormi yo'qmi bilmadim. Mana shu siz ko'rib turgan joylar egri-bugri tor ko'chalar, qaldirg'och uya singari devorlar, past baland katalak uylardan iborat edi. Bunaqa mahallalar hali ham bitta yarimta topilib qoladi. Lekin borlari ham mana shu azamat qurilishlar oldida bamisoli daryo ustida qalqib yurgan xasdek hayotdan chetlanmoqda. Qorong'u ko'chalar nurga to'lib, jin ko'chalar yo'qolib, sayrgohlar, kishini o'ziga tortadigan xiyobonlar, gulzorlar, hashamatli, ko'p qavatli so'lim binolar qad ko'tarmoqda. Xullas, shahrimizning qayeriga bormang, hammaning og'zida shu. Har bir mahallada duv-duv gap. Ana shunday bunyodkorlik ishlari tinch va osoyishta hayotimizning ramzi aslida. O'zbek uchun vatanni obod qilishdan ko'ra xayrli maqsad yo'q. Biz ham ushbu bunyodkorlik ishlariga oz bo'lsa-da o'z hissamizni qo'shish maqsadida xonadon loyihasiga start berish arafasidamiz. Ishonamizki, siz ham bizga masofalardan turib xayrixohsiz. Sizni xonadonimizda ko'rib turganimizdan mamnunmiz. Gullagan yoshlik chog'imda sen ochilding ko'ngil bog'imda. Shunda ko'zim ko'rdi bahorni, shunda qalbim tanidi yorni. Bo'ldi, biz ham bu yoqda qo'shiq aytib o'tiribmiz. Keyingi lokatsiyamizda dizayner qizimiz kutib turibdi bizni. Turlaringga ketdik. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Biz navbatdagi missiyani bajarish uchun keyingi lokatsiyamizga yetib keldik. Bu safargi qahramonimiz 16 yoshli dizayner qiz Sora. Unda biz Soraning ishxonasi tomon yo'l olamiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Hormang. Shuni taqib qo'ysam maylimi? Biz xonadon loyihasidan tashrif buyurdik. Siz bizning loyihamizning navbatdagi omadli ishtirokchisiga aylandingiz. Bu bilan biz sizni tabriklaymiz. Rahmat kattakon, sizlar meni tanlaganingiz uchun. Agar ruxsat bersangiz, biz jamoamiz bilan birgalikda ishga kirishamiz. Xo'p, ilohi yaxshi chiqsin. Qani unda ishni boshladik. Faqat yaxshilik va yangilik bo'lsin deb, biz yangi manzilimizda ta'mirlash ishlarini eski buyumlarni saralashdan boshladik. Yangi sarguzasht va hayajonli daqiqalarga tayyor turing. Sababi bu manzildagi ta'mirga o'zgacha shijoat bilan kirishdik. Kerakli buyumlarni qoldirib, keraksizlarni chiqardik. Siz ham istalgan ta'mirdan avval buyumlaringizni saralang va katta buyumlarni qismlarga ajratib chiqaring. Shunda buyumlaringiz saralanmaydi. Kichkina buyumlaringizni esa biron qutiga jamlab qo'ying. Natijada esa kerakli vaqtda qayerdan topishni bilasiz. Vaqtingizni va bir qop asablaringizni tejaysiz. Assalomu alaykum, men ismim Sora, men 11-sinf bitiruvchisiman va shu bilan birga Ado dizayn maktabini ham bitirdim. 16 yoshimda oqshom liboslar kolleksiyasini chiqarganman. Noodatiyysi, men 16 yoshda oqshom libosini chiqarganim bo'lgan, chunki u paytda hech kim oqshom libos chiqarmasdi. Hamma milliy yoki sportivniy kiyimlar chiqarardi. Dizaynga qiziqishim qarindosh opamni deb bo'lgan. Ular tikish, bitish yaxshi ko'rardilar, do'ppilar yasardilar. Shuni menga ham o'rgatganlar va kattaroq bo'lgandan keyin mahalladagi bepul to'garaklarga ham borganman. 7-sinfimda esa adam Adoga borganlar. Adoda kichkina narsani deyishgan, lekin chizgan narsalarimni ko'rsatgandan keyin mayli deb olishgan.
noodatiy, hech kimda ko'rmagan liboslarimni realizatsiya qilishi men uchun maqsad deb bilaman. Men uchun uyimiz kichkinalik qildi, podvalga joy qilib berishdi. Ota-onam bu yerda tikish mashinam sig'di, lekin bichiq stol sig'madi, dazmol stol, dazmol yo'q edi. Qishda sovuq, yozda issiq bo'lgani uchun menga noqulayliklar tug'dirdi. Har qanday katta o'zgarish poydevordan boshlanadi. Bu naql ta'mirlash ishiga ham birdek taalluqli. Zero ta'mirlash aniqlik, funksionallik va tafakkur talab qiladigan murakkab jarayon. Bu galgi qahramonimiz 17 yoshli liboslar dizayneri. Unga samarali ijod qilish uchun qulay muhit zarur. Shu bois biz ishni to'g'ridan-to'g'ri ta'mirdan emas, ijodkor shaxsiga mos keladigan interyer dizayn tayyorlashdan boshlaymiz. Chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin, har kim o'z ishini qilsin. Shunday ekan, dizayner Barno opani kamera qarshisiga chorlab, barcha jarayonni o'zlaridan eshitamiz. Assalomu alaykum Barno opa, yaxshimisiz? Rahmat. Boya aytib o'tganimdek, bu dizayner qizimizning ishxonasi. Ushbu xonani o'zgartirish uchun qanday interyer dizaynni taklif qilasiz? Xonamiz kichkina bo'lgani uchun, lekin fashion dizaynerning narsalari ko'p bo'lgani uchun biz bu yerdagi minuslardan plus qilishga harakat qildik. Fashion dizaynda ko'p ish joy talab qilinadi, chunki ularda bichish tikish va detallarni ketma-ketligini saqlagan holda joy kerak. Shuning uchun biz derazalarning tagida yana bitta ish joyini yaratdik. Eng muhimi fashion dizaynda stolni 4 ta tarafi unumli ishlash kerak. Biz endi maydondan kelib chiqqan holda 3 ta tarafni ishlatishga erishdik. Mana shu kichkina xonada bizada 10 kvadrat maydonni egallaydi. 4 ta oyna joylashgan. Bu juda ham ko'p. Bu eng katta minus, lekin biz bu minusdan plus qilishga harakat qildik va 3 ta oynadan ochiq stelaj qildik. Buni hisobidan tikuvchimizning ancha-muncha mayda narsalariga polka paydo bo'ldi va shuni hisobidan uni ish jarayoni osonlashadi va tartib paydo bo'ladi. Aslida bu joy umumiy foydalanish joyi bo'lgani uchun biz odamlarning foydalanishini ham o'yladik. Chunki bu xonada ichkarirog'ida skladskoy joyi bor. Uni estetikasini biz qizimiz ishlaydigan joyini estetikasini buzmagan holda shkop yaratdik. U shkopni rolikda qilganimiz uchun qizimizga bemalol surib, u yerga qo'shnilar bemalol kolyaska yoki velosipedini joylashtirib, yana shkop bilan yopib qo'yishi mumkin. Shuni hisobiga biz ham qizimizga yana bitta saqlaydigan joy yaratdik va qo'shnilarimiz ham hojatini chiqarishga harakat qildik. Unda keling Barno opa, ishga kirishamiz, chunki natijaga to'g'risi o'zim ham qiziqib ketyapman. Buyumlarni saralab, ularni chiqarib olgandan so'ng eski ta'mirni buzishni ham boshlab yubordik. Ekranga yaqinroq kelib, yaxshilab o'rnashib oling. Sizga muhim ma'lumotlar aytaman. Eski ta'mirni buzishda shaxsiy vositalaringiz yaroqligiga e'tibor bering. Masalan, qalin qo'lqop, himoya ko'zoynagi, quloq uchun maxsus tiqinlar. Zarurat bo'lganda esa changdan himoya uchun niqob. Shuningdek, elektr va suvni tarmoqdan uzilganligiga ishonch hosil qiling. Devorlardagi barcha elektr kabellari va rozetkalarning esa elektr tarmog'idan uzilganligiga alohida e'tibor bering. Shunda ko'nglingiz xotirjam, ishingiz unumli bo'ladi. Endi esa xonani gruntovka qilib, bo'yoqlash ishlariga tayyorlab olamiz. Bu jarayondan avval yaxshilab uxlash yoki tabiat qo'ynida dam olish tavsiya etiladi, chunki bu ish sizdan mustahkam asablarni talab qiladi. Yaxshilab tekislash va foydalanilayotgan mahsulotlar sifatiga e'tibor berishni ham unutmang. Uskabel kelganda xavf-xatar ikki qulochlardan o'tib ketadi. Sababi uskabel mahsulotlari sifatli xom ashyodan tayyorlangan, xizmat qilish muddati uzoq va eng muhimi hamyonbop.
Tep ko'k. To'kinmaydi. Rostdan. Ha, uskabilku bu. Sifati juda ham zo'r. 50 yil garantiyasi ham bor. Sani kuysang ham u kuymaydi. Yo'q. Ey jinni, hazillashdim, tegib o'tirma yana. Ustoz. Ha, shogird. Qolmang. Charchayapsizmi? Rahmat. Shogird, menga qara. Seni ham qurishga ancha qo'ling kelishib qoldi. Men kafilni yarmini terib qo'ydim. Qolganini o'zing qilasan. Faqat yaxshilab e'tibor bilan qil. Bu ishda faqat qo'ling emas, ko'ngling ham ishlashi kerak. Ko'ngil bilan qilingan ish har doim chiroyli ham sifatli bo'ladi. Ya, to'g'ri aytasiz ustoz. Bu ishda sabr va aniqlik ham kerak ekan. Ustoz, bu sal qo'pol harakat qilsam sinib qolmaydimi? Sen bundan umuman xavotir olma. Bu National Ceramics kafillari. Sifatda ham, chiroyda ham qolganlari choyini ichiradi. Demak, National Ceramics bo'lsa ishimiz ham tez, ko'nglimiz ham xotirjam bo'lar ekanda. To'ppa to'g'ri shogird. Qani ishni boshla. Ha, mayli. Men unda ish boshladim. Bizda navbatdagi bosqich derazalarimizga mos rom o'rnatishdir. Bu ham ta'mir jarayonining eng muhim bosqichlaridan biri hisoblanadi. Chunki romlar xonadagi yorug'likni ta'minlab, elektr energiyasini tejaydi. Kerakli joyda hozir va nozir degan ta'rif faqat imzoga yarashadi. Imzo o'lcham olganda esa Avrupa hayratdan dong qotadi. Qulaylik va yuqori sifatli mahsulot tushunchasini o'zida mujassam etgan brend hozir ham biz uchun kerakli romlar bilan o'z ishini bajaryapti. Rom tanlashda, xonani kvadraturasiga va ochilmasiga qarab turib romni tavsiya qilamiz. Ultimate Trio romini tavsiya qilaman, chunki bu yerda aholi kamroq va ichkarida joylashganligi sababdan Ultimate Trioni maslahat beramiz. Ushbu romning afzalligi 3 ta afzalligi bor. Birinchisi EPDM yaxshi rezinka ishlatilishi, ikkinchisi 3 ta kamerasi borligi, uchinchisi Turkiya mahsulotlari bo'ladi. 3 yil servis xizmati, 5 yil garantiyasi bo'lganligi uchun imzo mahsulotlarini tanlashini maslahat beramiz. Navbat devorni silliqlashga yetib keldim. Bu xalq va ustalar tilida shpaklyovka deyiladi. Qizlar, ko'roslar ustando bo'laman. Agar bilsalaring, o'zingizlar gapiringlar. Bilamiz. Agar shpaklyovka qilinmasa, bo'yoq devorga yaxshi yopishmaydi. Chuqurlar va yorug'liklar ham ko'rinib qoladi. Yuzasi ham tekis va bejirim bo'lmaydi. Keyinchalik bo'yoq ko'chib, devor yorilib ketishi mumkin. To'g'rimi, Nodi? To'ppa to'g'ri. Shpaklyovkadan oldin esa gruntovka qilinadi. Gruntovka devorning changini bosadi, yopishuvchanlikni oshiradi, lekin silliq yuzani bermaydi. Shpaklyovka esa devorning g'adir-butur joylarini, o'nqir-cho'nqir chuqurchalarni yopadi va devorni silliqlaydi. Bo'ladi.
Aristotel va Aleksandr Makedonskiydan keyingi fikri bir joydan chiqmaydigan tarixdagi ikkinchi ustoz shogirdlar va nihoyat murosaga harakat qilishmoqda. Avval kichikdan harakat deb Fazliddin ustozga mahoratini ko'rsatib qo'yish uchun yeng shimarib shijoat bilan romlarni o'rnatishni boshladi. Baraka topishsin. Imzo ham romlarni bir zumda olib kelishdi. Endi faqat o'rnatish va ustozning ko'nglini olish qoldi. Shogird. O shogird. Shogird. Tolibi ilm ustozi Miru Komildan so'radi. Ustoz, nechun hay'at mahsulotlarini ishlatasiz? Chunki u bilan siz kabi natijasiz ishlab asab buzilmaydir. Uning sifatidan butun Yevropa hayratda deyishadi. Shu gaplar to'g'rimi? Ha shogird, to'g'ri eshitibsiz. Haqiqatdan ham o'sha siz maqtaydigan Yevropa qorosqandidan ham sifatlidir. Unda nechun narxi bu darajada arzondir? Bo'lsa bo'lsin, xalqqa bo'lsin deb ishlaydigan hayotning ish falsafasidir. Qolaversa, menga o'xshab shogirdidan yalchamagan ustozlar uchun chiqarilgandir. Ozgina fahmingiz bo'lganida yerda anglagan bo'lardingiz. Ustoz, men ham hay'at mahsulotlaridan ishlatmoqchidirman. Bunga fikringiz qanday? Agar haqiqatdan ham hayotdan foydalanmoqchi bo'lsangiz, umringizda birinchi bor to'g'ri qaror qabul qilgan erursiz. Ustoz, uni qayerdan olmog'im darkor? Shu ham savolmi shogird? Hay'atni hayotdan olmoqingiz ma'quldir. Ey! Nima qilyapsan? Yo'q, ishlarsiz ustoz. Ishingni qil, qayerga ketyapsan? Ey! Bizda shunaqa gaplar. Siz ham brendingiz bilan ko'rsatuvda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, bizni ekranlarimizda ko'rsatilgan manzillarimiz orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Keyingi manzillarda ko'rganda ko'rishguncha.